Başliq, bu yoqqa kelgan bo'lsangiz. Nima bo'ldi? Olbostini ko'rdingizmi? To'qilgan to'rga kelsak, o'lgan hayvonlarning jasadiga hasharotlar har doim mushundaq to'rlarni qurib qo'ydi. Lekin bu bizning tunji qitim odamlarning mushundaq bo'lganini ko'rishimiz. To'xtab qolsangiz bo'lmaydi, Raki. Bu kanit tezda qabristonlikqa aylanib ketdi. Men bu deloni odam qilmadi deb qarayman Başliq. Sizningchi-chi? KBK aytdilar, hozir bu deloni tekshiryapti. Shunga savrchan bo'lishimiz kerak. Bu qotillik delosida birasdan gumonlanib o'tamsiz. Ular bu deloni tekshirishga yangidan birini avatibdi. Efendi. Ben Ayanar. Cetra. Efendi. Buni tekshirishning cho'qim bir amali bor. Mening usulim hech kimnikiga o'xshamaydi. Men bunga parvo qilmayman. Bu hargizmi odatga delo emas, Rishi. Delo yuz bergan naq maydonga hech kimni yaqin keltirmanglar. Yuz bergan ishlar qarmoqqa bakla g'alita. Ham tabiatni olib ketgan. Har bir tepishmoqning orqasida birdan ilmiy tushuntirilish bo'ladi. Menimcha bu hargiz mumkin emas. Yana boshqa ishlar bor.